o'rtoqlar, mujiki, sizlarga bitta gapda, qizlarni, ko'pchilik qizlarni yaxshi ko'rasizlar, o'qilasizlar, to'g'ri, yaxshi ko'rib o'pasizlar yuzidan. Lekin yaxshilab e'tibor beringlar, ularning yuzlari yaltirab oppoq bo'lib turadi. Chunki ularning yuzida har xil narsalar surib tashlagan bo'ladi, yuzlari har xil narsa surib tashlagan bo'ladi. Qanaqangidir krem, bir bala material shuni yuzini o'pasizlar. O'pganidan keyin o'sha yuz o'pganidan labinglarda qoladi o'sha narsa. Mikroblarni qancha olib betidagi surtgan narsalarni sizlar yutasizlar og'zingizlarga. O'zingiz tasavvur qilinglar, nima u? Неприятно-da u, вообще bo'lmag'ir narsa. Sal o'ylanib mana ish qilinglar, to'g'ri, yaxshi ko'rasizlar. Lekin bir xil qizlar bor, tabiiy o'zini yuzi bo'ladi, hech narsa surtmaydi. O'zi asli shunaqa bo'lish kerak. O'zingizlar yaxshi ko'rganinglar, shu e'tibor beringlar, shu qizga yuzini yaltirab turgan bo'lsa, oppoq bo'lib yaltirab turgan bo'lsa, значит surtib olgan yuziga. Yaxshilab e'tibor beringlar ekan, bor yuzlar bekor yuzini o'paman deb og'zingizlar qancha pudra, qancha kremlar bo'lib ketadi. Naxuy kerak o'sha narsa sizlarga.